Assalomu alaykum, xush kelibsiz bizning kanalimizga va rus tili darsimizga. Agar kanalimizga birinchi bor bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bugun biz sizlar bilan rus tilida so'z to'qish va gaplashishni o'rganamiz darsini davom ettiramiz, ya'ni ikkinchi dars. Albatta bu dars sizlarga rus tilida so'z to'qish, eng muhimi to'g'ri so'z to'qish va o'sha bilgan lug'atlaringizni biriktirib so'z to'qish va gaplashishni o'rganishingizga juda ham katta yordam beradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Albatta qo'llab-quvvatlash uchun videoga layk va kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoldiring, chunki sizning har bir layk va kommentariyangiz bizga motivatsiya beradi, yanada ko'proq sizlar uchun video darslar qilish uchun. Xo'p, bugungi darsni boshlaymiz va birinchi so'zimiz o'zbek tilidan rus tiliga tarjima qilish uchun birinchi so'zimiz bu meni qiziqtirmaydi. Mana shu so'zni hozir biz sizlar bilan lug'atlar yordamida rus tiliga tarjima qilamiz. Albatta men lug'atlarni ko'rsataman har bir so'zni bitta-bitta va siz ularni biriktirgan holda o'z so'zingizni rus tilida to'qiysiz, ya'ni yozasiz. Men bo'lsa albatta sizga 1 soniya vaqt beraman. Bir 20-30 soniya. O'sha 30 soniya ichida mumkin videoni stop qilib bo'lsa ham o'z so'zingizni rus tilida to'qing va oxirida men sizga to'g'ri javobni ko'rsataman. Albatta buni xato qilgan bo'lsangiz to'g'rilab olasiz. Bu albatta siz uchun praktika bo'ladi so'z to'qishni boshlashingiz uchun. Bu meni qiziqtirmaydi. Bu bo'ladi это, meni bo'ladi меня, ya'ni kimni, meni, меня, мне emas. Menga bo'lsa agar мне ishlatamiz. Bu yerda meni deyapti, shuning uchun ham меня, ya'ni kого, меня, kimni. Xo'p, meni, меня qiziqtirmaydi, не волнует. Не волнует. Mana shu 3 dona lug'at. Siz shularni shunchalik qo'yib rus tilida to'qishingiz mumkin. Ya'ni это не волнует меня, либо меня это не волнует это меня. Shu tarzda so'z to'qing, videoni stop qiling yoki bo'lmasa sizga hozir bor yo'g'i 15 soniya vaqt mana shu narsani o'ylab, shu 3 ta lug'atni biriktirib, birinchi so'zingizni to'qing. Ketdik. Xo'p, juda yaxshi. Birinchi so'zimiz. Bu meni qiziqtirmaydi. To'g'ri javob mana shunday. Это меня не волнует. Это меня не волнует. Bu meni qiziqtirmaydi. Bu juda ham oson edi va bu yerda albatta xo'p, grammatik qoida tushuntiradigan joyi yo'q. Faqat shu yerda meni so'zini sizlarga tushuntirib o'tdim. Kavo deb savoli kelsa, menyani ishlatamiz, ya. Kavo kelsa bu menya bo'ladi. Xo'p, kamo kelsa agar, kamo bilan kelsa, kimga bo'lsa agar мне ishlatiladi. Shu yo'lni tushuntirib o'tish kerak edi. Tushuntirib o'tdim. Xo'p, dальше biz ketamiz va ikkinchi so'zimiz mana shu. Menga ko'proq ma'lumot kerak. Menga ko'proq ma'lumot kerak. Menga ko'proq, menga, kimga? Menga. Ya'ni kому informatsiya. Мне. Xo'p, ko'proq, ko'p. Больше bu ko'p va ko'proq bo'ladi. Xo'p, ma'lumot bu informatsiya. Va bu yerda albatta ikkita i окончанияsi kelyapti. Chunki ko'proq ma'lumot kerak deb aytilyapti. Ma'lumot, informatsiya. Xo'p, kerak, нужно. Mana shu нужно so'zi bilan albatta informatsiya bo'ldi. Xo'p, menga, мне, xo'p, ko'proq, больше, ma'lumot, informatsiya, kerak, нужно. Xo'p, bu yerda ham kerakli joyini tushuntirib o'taman. Ya'ni kimga kerak? Kimga? Xo'p, menga, значит, мне. Xo'p, bu u tarafda meni edi, albatta меня so'zi ishlatildi. Xo'p, мне, menga, больше, ko'proq, ma'lumot, informatsiya, kerak, нужно. Mana shu 4 ta lug'atni hozir siz biriktirgan holda so'z to'qishingiz kerak. Xo'p, qarang, rus tili shunday. Siz mana shu so'zlarni qaysi holda qo'ymang, sizni ular baribir tushunadi. Главный, eng glavnisi, mana shu lug'atlarni bilishingiz. Bu darsni albatta foydali tarafi shundaki, har bir so'zlarni biz bitta-bitta lug'at tarzida sizlarga ko'rsatamiz. Albatta bu yana sizga plus lug'at bo'ladi. Albatta lug'atni ko'proq yodlang. Rus tilida gapirishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, albatta ko'proq lug'at yozishingiz kerak. Ya'ni slovarniy zapasni ko'proq qilishingiz kerak. Lekin albatta grammatik xatosiz to'g'ri so'z to'qisangiz, yanada chiroyli, yanada
tushunarli bo'lib eshitiladi. Shuning uchun ham mana shu yerdagi so'zlarni biriktirgan holda begrammatik xato, albatta joylarini almashtirmagan holda o'z so'zingizni to'qing. Men sizga yana bir necha soniya vaqt beraman. Xo'p, to'g'ri javob. Menga ko'proq ma'lumot kerak. Мне нужно больше информации. Мне нужно больше информации. Menga ko'proq ma'lumot kerak. Xo'p, o'ylaymanki bironta tushunmaydigan yoki bironta непонятность bu yerda yo'q va hammasi sizlar uchun понятно. И если так, тогда biz sizlar bilan davom ettiramiz. Keyingi so'zimiz sen doim yo'l topasan. Sen doim yo'l topasan. Sen bo'ladi bu ты. Bu so'zni albatta ko'rib o'tdik. Doim всегда, yo'l выход. Выход bu chiqish ham bo'ladi. Albatta bu yerda yo'l so'zi ma'noda ham keladi, albatta. Hop, topasan, находишь. Topmoq, находиться и topmoq va bu biron joyda turmoq va bu yerda находишь, topasan ma'noda kelyapti. Sen, ты, doim, всегда, yo'l, выход, topasan, находишь. Bu yerda ham bor yo'g'i 4 dona lug'at. Mana shu to'rtalasini biriktirgan holda o'z so'zingizni to'qing. Ketdik. Xo'p, juda yaxshi. Sen doim yo'l topasan. Ketdik. Ты всегда находишь выход. Ты всегда находишь выход. Sen doim yo'l topasan. Ya'ni bu bir motivatsiya degan gaplardan bo'ladi. O'shanaqa motivatsion so'zlardan biri. Sen doim yo'l topasan. Ты всегда находишь выход. Xo'p, bu yerda ham albatta hammasi tushunarli. 4 ta lug'at va kerakli bo'lgan joylarni men sizlarga tushuntirib o'tdim. Xo'p, bu yaxshi misol. Albatta bugungi darsimiz hali ikkinchi dars, shuning uchun ham qisqa so'zlardan olganman. Albattaki xohlasangizki bundan nima deydi? Qiyinroq so'zlarni mana shunday darslar qilib tushuntirib, qiyinroq misollarni, qiyinroq grammatik temalarni olib chiqishni xohlasangiz, albatta videoga xo'p, like bosing. Men albatta sizlar uchun hamma vaqt xizmatdaman. Xo'p, bu bu so'zni necha marta ko'rdik? Это yaxshi, хороший misol, bu пример. Bu yerda menimcha hammasi tushunarli. Это bu yaxshi, хороший misol, пример. Xo'p, ketdik. Shu 3 ta lug'atni biriktirib bir so'z to'qing. O'ylaymanki bu yerda biron kishi xato qilmaydi. Ketdik. To'g'ri javob shunday. Bu yaxshi misol. Это хороший пример. Хороший, ya'ni это хороший пример. Пример bu misol. Например, misol deymiz u. Пример misol bo'ladi. Tarjima o'zbek tilida qilinadi. Keling, salgina qiyinroq so'zga o'tmasak. Men seni juda yaxshi tushunaman. Men seni juda yaxshi tushunaman. Bu holatni qaraytamiz. Ya'ni biror kishi sizga rus tilida gapiryapti va shu holatda siz aytmoqchisizki, men seni juda yaxshi tushunaman. Ya'ni men rus tilini yaxshi tushunaman, men darsni yaxshi tushunaman, men ishni yaxshi tushunaman. Mana shu so'z o'sha seni joyini olib tashlab, qolgan so'zlarni qo'yib ketsangiz bo'ldi. Hozir ko'ramiz oxirida. Men, я, seni, тебя, ya'ni kavo, ya'ni kimni, seni. Xo'p, juda yaxshi, прекрасно. Yaxshi bu nima desa bo'ladi? Хороший, neki biz aytmoqchi bo'lsak, shu nima desa bo'ladi? Bir emotsiya bilan aytmoqchi bo'lsak, juda yaxshi demoqchi bo'lsak, bu rus tilida прекрасно deyiladi. Прекрасно. Xo'p, tushunaman, понимаю. Xo'p, keling. Ko'ramiz. Men
Ya seni, тебя juda yaxshi, прекрасно tushunaman, понимаю. Xo'p, mana shu yerda shu 4 ta lug'atni biriktirib so'zda o'qing. Men oxirida ba'zi bir grammatik qoida desak ham bo'ladi, ba'zi bir holatlarni tushuntirish joylari bor. Hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Xo'p, juda yaxshi. Men seni juda yaxshi tushunaman. Mana shu so'zni keling ko'ramiz. To'g'ri, правильный varianti qanday? Я тебя прекрасно понимаю. Я тебя прекрасно понимаю. Xo'p, mana shu yerda hozir aytib o'tdim. Yaxshi tushunaman deb aytmoqchi bo'lsangiz, juda yaxshi emas, shunchaki yaxshi tushunaman desangiz agar, я тебя хорошо понимаю. Ну, я тебя нормально понимаю. Men sizni нормально tushunaman. Hammasini tushunaman. Xo'p, shunchaki bu juda ham kerakli so'z va shuning uchun albatta biron joyda qayd qilib oling yoki videoni takrordan ko'rib shu so'zlarni yodlab oling. Keling biz sizlar bilan yana bir boshqa so'zni o'rganishda davom ettiramiz. Sen meni noto'g'ri tushunding. Sen meni noto'g'ri tushunding. Xo'p, meni yoki bu yerda men bo'lib qolibdi. Uzr, meni, меня noto'g'ri, неправильно tushunding, понял. Agarki xo'p, ayol kishi bo'lsa agar a окончаниясini qo'yamiz va поняла bo'ladi. Понял o'qiladi, o'zbek deyman. Xo'p, erkak kishida, lekin ayol kishida bo'lsa agar поняла bo'ladi. Xo'p, sen, ты. Keling, alohida hammasini tushuntirib beraman. Sen bu ты, meni, меня noto'g'ri, неправильно tushunding, понял. Agar ayol kishi bo'lsa, поняла. Xo'p, ketdik. Mana shu so'zlarni biriktirib so'z to'qib ko'ring. Juda yaxshi. Sen meni noto'g'ri tushunding. Ты меня неправильно понял. Ты меня неправильно понял. Agar ayol kishi bo'lsa, ты меня неправильно поняла. Ты меня неправильно поняла. Albatta, bu yerda ham biron grammatik qoida yo'q, sizlar uchun tushuntirib o'tadigan va shuning uchun ham o'ylaymanki, sizlarga hammasi tushunarli bo'ldi va biron xatosiz hamma so'zlarni sizlar to'g'ri tarjima qildingiz. Keling, keyingi so'zimizga o'tamiz. Sen juda yaxshi ish qilding. Sen bu ты, juda yaxshi, отлично. Ну, juda yaxshi u yerda прекрасно ham kelgan edi, отлично ham juda yaxshi bo'ladi. Отличную, xo'p, qilding. Сделал, agar ayol kishi bo'lsa, сделала, a окончаниясini qo'yamiz. Ish, ya'ni ishni yoki ish, работу. Sen, ты, juda yaxshi, отличную ish, работу qilding, сделал. Agar ayol kishi bo'lsa, сделала, a окончаниясini qo'yiladi. Bu yerda ham 1 2 3 4 ta lug'atimiz bor ekan. Mana shu 4 ta lug'atni biriktirib, endi so'z to'qishingiz kerak. Xo'p, sen juda yaxshi ish qilding. Ko'ramiz, rus tilida qanday bo'ladi mana shu so'z. To'g'ri javob. Ты сделал, lибо ayol kishi bo'lsa, сделала отличную работу. Ты сделала отличную работу. Ты сделал, agar ayol kishi bo'lsa, сделала отличную работу. Sen juda ham yaxshi ish qilding. Xo'p, bu so'z ham ko'rib chiqdik, bu so'zni ham o'rgandik. O'ylaymanki, dars sizlarga ma'qul bo'ldi.
Chunki mana shu yerda bugungi darsimiz oxiriga yetadi. Ya'ni ikkinchi darsimiz. Albatta, xohlasangiz shu darsni davom ettirishimizni, siz albatta buni videoga like va kommentariyada o'z fikringizni yozish bilan bildirishingiz mumkin. Men hamma vaqt harakat qilaman sizlar uchun bundan ham zo'r kontent, ya'ni videolar chiqarib YouTube'ga joylash uchun. Buning uchun faqat like va albatta o'z fikringizni kommentariyaga yozsangiz kifoya. Men sizlar bilan Lutfullo Elmurodov edim. To keyingi darslargacha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling.